Matiz pechkalari tekshirib qolgan ekan. Sababi antifriz zangini yotibdi. Pechka soqqiz yotibdi, og'ir bo'ldi. Pechkalarni olib, antifrizlar sistemalarini yuvib, yangi pechkalar qo'yib berib, og'ir, korpus bilan og'ir. Salonga antifriz oqib ketgan. Chunki qaramaganlar pechkasi teshilgan. O'sha yerda teshilgan. Pechkalarni yechib, chayib, tozalab, sistemalarni yuvib, polni chizga, pechka, radiator, hammalarni yuvib tozalab, cho'tga qilib qo'yamiz inshaalloh qolgancha. Bir soat vaqt ketadi. Mana shunaqa xizmat bo'lsa kelinglar, qo'ldan yetib qarab, chiqarishga harakat qilamiz. Kanaldan kuzatishga Do'po'sga qo'yamiz. Hozir tugatganimizdan qo'yamiz mashinani. Pechka alishtirgan matizimiz, sistemalarning ahvoli. Ahvoli ko'rdingiz. Ko'pirib ketganmi? Achib qolgan. Ana. Antifriz vaqt alishmagan. Pechkalarni yig'ib tashlaymiz. Pechkalarni sistemalarni yuvib tozalab, toptalar chiqaramiz. Shunaqa xizmatda bo'lsa, kelinglar, qo'ldan kelgancha qarab, chiqarishga qilamiz. Kanalimizdan kuzatishda davom etinglar. Salomat bo'linglar. Pechka olgan matizimizni pechkalarni alishtirib, sistemalarni yuvib tozalab, уже ishni tugatib bo'ldik. Mana yo'llardan tushgan narsalar. Уже posli qilib qo'yamiz hammasini. İşimizin nihoyasiga yetdi. Oxirgi syomkamiz. Kanalimizdan kuzatishda davom etinglar. Salomat bo'linglar. Nima deysiz aka?